Banu, senga savollar. Nima aslida seniki, lekin undan boshqalar ko'proq foydalanadi? Bu seniki, lekin undan boshqalar ko'proq foydalanadi. Ayolimga aqllansa kelyapti. Nima kelyapti ayolingga? Menikidan ko'p. What? Senikidan ko'p emas. U sening narsang, lekin undan boshqalar foydalanadi ko'proq. O'zi senga tegishli aslida. Bilmayman. Misolan, hayoling misol kelgan bironta misol aytchi. Ayt, nima shu kelyapti, nima kelyapti? Ayt. Yo'q, yetaman. Ashingchadan kelyapti. Nima bittasini ayt, misol kelgan nima bittasi? U meni narsam. Ha, lekin undan boshqalar foydalanadi ko'proq. O'zi senga tegishli yo'q. Savol javobini bilasizmi o'zingiz? Ha, bilaman. Oson lekin. Bugun gapirasanmi ish qilib? Men videoda ko'rayotgan odamlar uxlab qolmasin, bu videoda nima bo'lyapti? Daftaringizni eslab oling. Oxirgi bu videoda o'tirishmasin. Shuncha narsa kelibdi, birontasini ayt, nima keldi? Yo'q. Birinchi kelgan. Hayoling birinchi kelgan narsani ayt. Aytolmaydi uni videoda. Aytmayapti. Bironta, hayoling kelgan birontasini ayt. Hozir o'chir. Bo'l, oxirgi imkoniyat. 3 gacha sanayman. 1 2 Yo'q, to'xting. 2 O'zi ayta oling. yarim. Isming, seni isming. Oh my god! Wow! U senga tegishli, lekin undan boshqalar foydalanadi. Mazada bu ish. Shuncha narsa o'ylabdi, lekin yaxshi narsa o'ylamadi. Ha. Yoshlar ayni ketyapti. Nima deysizlar endi?